Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi ishlarimizni o'rnatib bitirdik. Bu joyimizga alyumin zolotoy dubdan veranda qo'yganmiz. Verandamiz uzunligi 10 metr bo'lgan. Har bir oralalarimiz 250 dan bo'lgan. Oynalari yo'dviga oq qilib, 2 qavat qilib tayyorlab berganmiz. Ochilishlari ham mana bu oralig'imizdan ikkita ochilish bo'lgan. Bu yerdan ochmaganmiz. Eshiklarimiz ham mana balkon profildan bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, alikofonlarni ham 2 qavat qilib yasab berganmiz. Zamonlari ham har doimgidek original bo'ldi. Bu tarafda ham mana 4 ko'zli rom qilib o'rtadan ikkita ochganmiz. Juda bir chiroyli holatda chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Ustullarimiz ham doimgidek alikofon qilib o'rab berdik. Bu joyimizni 1 kvadrat metrini 660 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Juda bir chiroyli holatda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Ishlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz. Bizning nomerlarimiz 90 170 82 52. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.